san'at doirasidagi va shou biznes olamidagi barcha mavzularga qiziqadigan hurmatli teletomoshabinlarimizga assalomu alaykum deymiz. Siz to'g'ri yo'ldasiz, chunki doirani ko'rishingiz kerak. Bugun ham sizga bir-biridan qiziqarli bo'lgan ma'lumotlarni, lavhalarni tayyorlab qo'yganmiz. Demak, biz boshladik. Bora ko'rganlar Majnunni devona, o'zini yo'qotib ishqizda parvona. Eng qiyin sahna chimildiq sahnasi bo'ldi. U hali bilmaydi, kimga turmushga chiqqan, hali ko'rmagan, turmush o'rtog'i kim. Men nima qilyapman? G'amxo'rlik qilyapman-ku. Aynan hayotiy haqiqatlarni olib chiqishgandan juda ham xursand bo'ldim. Film boshlanish jarayonida yig'lab yubordim. Maryam, sog'inaman men seni haliyam. Maryam, Yorqinxo'ja Umarov. Bu ijodkor haqida gapirar ekanmiz, beixtiyor uning samimiyligi, tabassumi, xarizmasi ko'z oldimizda gavdalanadi. Har bir qo'shig'iga alohida yondashadi. Hit bo'lishi uchun harakat qiladi. Yaqindagina tandirdan issiqqina chiqqan Toshkentda bitta nomli taronasiga klip suratga olindi. Biz ham doira dasturi ijodkorlari klip taqdimotida ishtirok etdik. Hozirgi lavhamizda buni ko'rishingiz mumkin. Bayramga bayram bo'ldi. Haqiqatdan Yorqinxo'ja Umarovning onalari aynan klip premyerasiga tashrif buyurdilar. Zohida xonim Umarova, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aylanib ketdik qizlarim. Rahmat, rahmat. Ortda yana bolamni o'sha orqada ishlayotganlar, hammalaringizga assalomu alaykum. Avvalambor tabriklayman. Sizdek onani farzandi bunaqa katta natijaga erishishi kerak. Rahmat, rahmat. Chunki hozir mana klip premyerasi, Yorqinxo'janing o'zi bilan ham suhbatlashganimda birozgina hayajon bor. Ona sifatida-chi sizni ichingizda nimalar o'tyapti? Birinchi marta Yorqinxo'ja konsert berganda, Xalqlar do'stligi saroyida konsert berganda, hali konsert bermasdan bir 3 kun, 4 kun oldin borib, qanaqadir tayyorgarliklar ko'rganman. Neshintada rasmi turibdi, u rasmning tagiga borib yig'lab o'tirganman. Chunki meni ham baribir qalbimda shunaqa o'zimni orzularim bor edi. Yosh paytingiz o'sha orzular qanotida hech tushmaysizda, o'sha qanotda uchib yuraverasizda. Qanotlar ham bir ikkita emas, 20 ta, 30 ta bo'ladi-da odamda. Shunaqa qanotlarim bolamga o'tganidan juda ham sharafdaman, juda ham hayajonda, doim onalar doim hayajonda bo'ladi. Har bitta bolangizda hayajonda bo'lasiz. Yutug'i yo'q bolangizda ham hayajonda turaverasiz. Hammalariga aytgimga yetdi. Bir bor sevaman, kuydim shaharga bor agar sevsa seni, mendan ham kuchliroq kerakmi senga, mendayin dilbaroq. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Go'zallar orasiga go'zal bo'lib. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Rahmat. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Bizni go'zal qizlarimiz nima haqida gaplashayotgani ko'pchilikka qiziq, to'g'risi doira uchun ham qiziq. To'g'risini ayting, nima haqida gaplashyapti-deylar? Biz endi so'rashyotgandik hammamiz, chunki Bermaydi bu odam. Mashhur opa, biz albatta kadr ortida so'rashib olgan edik. Mashhur opa, ming bor uzr, assalomu alaykum. Yo'q, hazillashdi. Va alaykum assalom. Muxlislaringiz uchun alohida. Nima deymiz muxlislarga? Mana biz hozir o'zimizni qadrdonimizni Yorqinxo'jani premyeralarga taklif qildik. Tashrif buyurdik, ya'ni ishonaman, hozir juda ham zo'r bo'lib o'tadi. Yorqinxo'ja o'zi yaqin. Bilasizmi nimaga? meni ismimga aytilgan. Durdona, lekin keling, so'z isboti bilan bo'lsin, nega klipda yo'qsiz? Klipda menimcha agar hozir ismimga aytilyapti, klipda ham o'zim chiqsam, slishkim gap so'z bo'lib ketardi. O'shaning uchun hech kim bilmasin deb. Kechirasizlar. Kamtarlik Durdonaxonga xos. Albatta, bu men. Biz bilan birga qoling, davom etamiz.
Biror bir durdona asarni o'qiyotganingizda xayolingizda aktyorlar, kino tasmalari gavdalanadi. To'g'rimi? Kecha va kunduz asarini o'qiganda ham xuddi shunday. Lekin kitob o'qiyotganingizda ko'z oldingizda raqs san'ati gavdalanishi mumkinmi? Yo'q-a? Bizda ham unday emas. Lekin hozirgi lavhamiz aynan raqs san'ati haqida. Tomosha qilamiz. Biz Abdulhamid Sulaymon o'g'li Cho'lpon qalamiga mansub Kecha va kunduz asarini opera, spektakl, kino va seriallar shaklida tomosha qilganmiz. Endilikda asarni raqs shaklida ham ko'rish mumkin. O'zbekiston Davlat xoreografiya instituti talabalari tomonidan sahnalashtirilgan ushbu asar tomoshabinlar tomonidan ham iliq qarshi olindi. Muqimiy nomidagi O'zbekiston Davlat akademik musiqali teatrida namoyish etilgan asarni tayyorlashda albatta o'ziga yarasha qiyinchiliklar ham bo'lgan. Zamonaviy o'zbek raqsi tarixida ilk marotaba Kecha va kunduz asari raqs ko'rinishida taqdim etildi. Bu albatta tarixiy asarlar ahamiyatini oshiribgina qolmay, uni mutolaa qiluvchilar soni ortishiga ham sababchi bo'ladi. Teatrda personajlar o'z kechinmalarini nutqi, ko'z qarashlari va mimika bilan yetkazishsa, raqsda ijodkordan nafis harakatlar talab etiladi. Qahramonlarimiz hali talaba bo'lsalar-da, ijod olamida mana shunday o'ziga xos yangilikka qo'l urdilar va nazarimizda buni yaxshi uddaladilar. Men bu asarda O'lmas obrazini yarataman. Aravakash oddiy bir dehqon o'g'lini obrazini yarataman va Zebi ovoziga mahliyo bo'lib, rom bo'lib sevib qolaman. Ustozimiz Gulasol Usmonovadan chiqqan taklif, chunki hozirgi kunda jadidlarga ko'p e'tibor qaratilganligi sababli Abdulhamid Cho'lponning Kecha va kunduz romani asosida sahnalashtirilgan xoreografik raqs kompozitsiyasini olib chiqdik. Jarayonlar qizg'in, baribir har xil holatga boy tayyorgarlik jarayonlari bo'lib o'tdi. Asarda qaysi qahramonlar bo'lgan bo'lsa, har bir qahramonning obrazlari sahnada gavdalantirildi. Ulardan asosiy qahramonni Zebi obrazini Muslima yaratdi. Eng qiyin sahna chimildiq sahnasi bo'ldi. U hali bilmaydi, kimga turmushga chiqqan, hali ko'rmagan, turmush o'rtog'i kim. O'sha paytda chimildig'i ochadi-da, ochganda qo'rqqanidan, uyalganidan u turib qaltirab qanaqadir katta kishida, tasavvur qiling, katta kishi o'tir choy qo'y deyapti-da, sizga sizni oldingizda hech kim yo'q sizni qutqaradigan. O'sha paytda shunaqa qaltiraman, rostdan o'zim his qildim. Choy qo'yibman-da, choyni beryapman, piyolani qo'lim bilan qaltirabdi. O'sha payt ushiydi-da, o'sha shoh ushiydi-da, tortganda men rostdan qo'rqib ketdim. O'sha payt baqirdim, itardim-da, shohni baqirdim-da, o'shda qochyapman. O'tda qochishim kerak, kim menga yordam beradi deb eshiklarni taqillatib qochyapman-da. O'tda endi ana tegajonli desam qo'polroq bo'ladi endi chimildiq sahnasi. O'sha payt itarib narsa qilgan paytim, u paytda shoh zaharlangan bo'ladi. O'zini xotinlar tomonidan bo'ladi, lekin choy men quyib bergan bo'laman unga. Shoh mendan uni gumon qiladi, sen meni o'ldirmoqchi bo'lding deb. O'sha sahnasida men shunaqa yig'layapman, ko'z yoshimni to'xtatolmayapman, kelib bo'g'adigan sahnasi bor. Rostdan bo'g'yaptilar-da meni. Hammasi realniy bo'ldi. Rostdan o'shda yig'layapman. Keyin undan keyingi sahnasi o'sha shoh o'lganini tasavvur qilaman. Men o'ldirib qo'ydimmi deb baqirib o'shda dod faryod soldim. O'sha men uchun eng qiyin sahna bo'ldi. Kino o'zi o'zgacha olam. Bu olamda ijodkor odam, ma'lumotlar, lavhalar qilgan biz
Film nomi Amaliyotchi qiz. Tomosha qilamiz. Stop, epizod Shunday bo'lgan mana hafta kirib kelib yo'llar epizod. Tugadi? Amaliyotchi qiz badiiy filmi mamlakatimizda olib borilayotgan huquqiy islohotlarning amaliy natijalarini aks ettiruvchi asardir. Filmning asosiy maqsadi ham badiiy san'at orqali yurtimizda bo'layotgan o'zgarishlar, yangiliklarning mazmun mohiyatini keng aholiga oddiy, sodda va xalqchil tilda yetkazish hisoblanadi. Film markazida huquqshunos bo'lish orzusidagi Madinaning adliya organlaridagi amaliy faoliyati, fuqarolarga yuridik yordam ko'rsatishdagi ishtiroki va jamiyatdagi ijtimoiy huquqiy muammolarga bo'lgan munosabati turadi. Har bir ota-ona voyaga yetmagan farzandiga g'amxo'rlik qilishga majbur. Men nima qilyapman? G'amxo'rlik qilyapman-ku. Qizimni baxtli bo'lishi uchun g'amxo'rlik qilyapman. Hozirgi ishchi nomi amaliyotchi qiz. Bu yerda bu qizimiz yurist, uni dadasi, ya'ni meni turmush o'rtog'im sudya, qisqasi qonunchilarning ichida oilada o'shalar bilan birga konstitutsiyaning hamma moddalarini yodlab bo'lgan ayol rolini o'ynayapman. Filmda Madina uy-joyga muhtoj ayolga subsidiya olish tartibini tushuntiradi. Notariusga hujjat topshira olmayotgan otaxonga e-notarius platformasi orqali muammosini hal qilishga yordam beradi. Ismini o'zgartirmoqchi bo'lgan qizga huquqiy tushuntirish beradi. Fuqarolarga elektron davlat xizmatlaridan foydalanish tartibini o'rgatadi. Litsenziya, tadbirkorlik, qurilish, moliya va bank, qishloq xo'jaligi masalalarini o'z ichiga qamrab olgan. Film davomida huquqiy islohotlarning oddiy insonlar hayotidagi aks sadosini ko'ramiz. Oddiy bir talabaga o'xshagan, lekin o'zini adolatga, kasbga, insoniylikka bag'ishlagan qahramon orqali zamonaviy yurtimiz yoshining ovozini eshitamiz. Oxirida Matiyoq akam kelib gapiradi-ku senga. Hozir yoshlarimizni hayoti, hozir yoshlarimizni dunyoqarashi, o'sha kasbga bo'lgan munosabati yaxshi yozilgan. Huquqshunoslik bu faqat sud yoki qonun emas. Bu insonlarning hayotini yaxshilash vositasi. Har bir yurist esa o'z jamiyatida islohotlar elchisi bo'lishi mumkin. Aynan shunday yoshlar orqaligina jamiyatdagi islohotlar ildiz otadi. Kinokartinada birgina adliya tizimi misolida jamiyatda amalga oshirilayotgan islohotlar, yangiliklar hamda qulayliklarni oddiy til bilan ifodalashga harakat qilingan. Adliya vazirligida oxirgi paytlar jamiyat uchun ancha qulay bo'lgan elektron tizimlar, yangiliklar, qonunlarni ishga kirgani va o'sha qonunlar ishlayotgani haqida shaxsan bu o'zimga juda ham yoqdi, chunki uyda o'tirgan holda dekretdagi onalar va boshqa masalalarda juda ham qulay bu elektron shaklni yurg'izish. Kinokartinada rollarni taniqli va mahoratli aktyorlar ijro etganlar hamda amaliyotchi qiz badiiy filmining premyerasi tez kunlarda bo'lib o'tishi kutilmoqda. Aksariyat hikoyalar to'qilgan bo'ladi. Ba'zi insonlar siz haqingizdagi hikoyalarni to'qib chiqarishadi. Ba'zan esa kimlardir unga ishonib qolishadi. Hozirgi aytmoqchi bo'lgan hikoyamiz esa aslo to'qilmagan. Haqiqat, nomi yo'q e'tiboringizni tortadi. To'qilmagan hikoya. Keling, hozirgi lavhamizda aynan mana shu haqda bayon qilamiz. Aynan ilm yo'li meni yorug'likka olib chiqishiga albatta ishonganman va hech qachon ilm olishdan to'xtamaganman. Hali seni kelajaging juda ham porloq bo'ladi. Sen kitob o'qishingni hech ham to'xtatmaydi. Bu filmda hissiyotsiz ko'rish mumkin emas. Sen olib kelgan sovg'ani sotdim, qizim. Meni eng katta to'lqinlantirgan va yig'latgan bir jihati sovg'asini sotib, onasi unga kiyim olib bergani. Bu ko'p insonlarni sochini o'ylantiradigan jihatlardan bittasida. To'qilmagan hikoya. Ha, bu hujjatli film haqiqatdan to'qilmagan. U oramizdagi bilimdon, mashaqqatlarga qaramay, o'z intilishlari orqali oilasini yorug'likka olib chiqishni maqsad qilgan Maftuna Ochilovaning ilm yo'lidagi matonati va jasorati haqida. Endi hozir shu uysiz bo'lganimiz uchun shu agar birinchi o'rinni olsam, Xudo xohlasa uy olamiz, mashina sotib kelgan.
Prezidentimizning 5 ta muhim tashabbusi doirasida 8 yildan beri o'tkazilib kelinayotgan va ko'plab kitobxonlarni kashf etayotgan, yuzaga chiqarayotgan yosh kitobxon tanlovining navbatdagi qahramoni Xorazmning yuzi, yulduzi 23 yoshli Maftuna ham yoshligidan kitobga bo'lgan mehri va hayot pastu balandliklariga qaramay oldinga intilgani sabab bugun mehnatlarining samarasini ko'rmoqda. U 5 yildan buyon yosh kitobxon intellektual musobaqasiga qatnashib, birinchilikni qo'lga kirita olmagan bo'lsa-da, onasining ishonchi, qo'llab-quvvatlovi, o'zining yorug' kunlarga bo'lgan umidi uni yana bir bor tanlovda ishtirok etishga undadi va joriy yil musobaqaning respublika bosqichida 339 ball bilan birinchi o'rinni egallab, prezident sovg'asi BYD avtomobiliga ega bo'ldi. Yosh kitobxon tanlovining mutlaq g'olibi, prezident sovrini elektromobil egasi bo'lgan Maftuna Ochilova, Xorazm viloyati. Ularga maxsus diplom hamda prezident sovrini elektromobil kaliti topshirilyapti. Bolalik paytim qiyinchiliklarga to'la bo'lgan va qiynalib o'sganligim sababli ham aynan ilm yo'li meni yorug'likka olib chiqishiga albatta ishonganman va hech qachon ilm olishdan to'xtamaganman. Bugun men haqimda film olib, aynan hayotiy haqiqatlarni olib chiqishgandan juda ham xursand bo'ldim. Film boshlanish jarayonida yig'lab yubordim. Xuddi bolalik paytim ko'z oldimda qayta gavdalangandek bo'ldi va sahnada ham yig'layapman. Bu meni quvonch yoshlarim edi. Men qiyin yo'lni bosib o'tib, hayotda, jamiyatda o'z o'rnimni topganligimdan quvonib yig'ladim. To'qilmagan hikoya. Filmning nomi, unda gavdalangan Maftunaning bolalik xotiralari, qiyinchiliklari tomoshabinni fikrlashga, mushohada qilishga undaydi. Film ijodkorlarining yutug'i ham aynan shunda. Maftuna ancha erta ulg'aygan qiz. Ancha erta hayotda tashvishlari boshiga tushgan va kurash, o'ziga xos kurash ancha avval boshlangan bu qizda. Va shu darajada ma'naviy yetuk, dunyoqarashi keng qizki, boshdan kechirgan ayrim voqeliklarni eshitib, ayrim voqeliklarni badiylashtirib postanovka qilish kerak degan qarorga keldik va o'ylaymanki, mana shu to'qilmagan voqealari filmni qiziqarli chiqishiga xizmat qilgan. Qizimizni Maftunani ko'rganda ko'zim oldiga alkimyogar keldi. Ammo alkimyogari bir necha marta o'qiganman. Uni bosh qahramon Santiago baxtini qidiradi, ko'p o'qiydi, izlaydi. Ko'p kechinmalar boshidan kechadi. Qizimizni ham boshidan ko'p kechinmalar o'tgan ekan. Men juda hayron bo'ldim. Mana yoshlarimiz bilishini xohlardim. Qizimiz bugun respublika darajasi juda taniqli bo'ldi, juda mashhur bo'ldi. Hurmatli prezidentimiz bilan ko'rishdi. Mana hurmatli prezidentimiz tomonidan BYD mashinasiga ega bo'ldi. Juda yuqori mavqega ega bo'ldi, eng muhimi. Sababi bu qizimiz 500 ga yaqin kitob o'qigan. Men shuning uchun yoshlarimga qarab murojaat qilaman. Mana ayniqsa yozgi ta'til payti kitob o'qinglar, albatta o'qinglar. Ko'p kitob o'qinglar, buni mukofoti bor. Prezident Shavkat Mirziyoyev rahbarligida yangi O'zbekistonda amalga oshirilayotgan adolatli siyosatning mohiyatini ko'rishimiz mumkin-da. Biz ko'p, masalan, yoshlar haqida gapiramiz, yoshlar uchun yaratilgan imkoniyatlar haqida gapiramiz. Bugungidek ta'sirchan timsollar orqali, to'qilmagan hikoyalar orqali yoshlarga biz motivatsiya berishimiz kerak. Kichik jussasida orzulari ulkan, maqsadlari aniq, ertangi kunga ishonchi yuqori bo'lgan Maftuna bugun harakati ortidan nafaqat tengdoshlariga, balki ko'plab yoshlarga namuna bo'lmoqda. Eslatib o'tamiz, ushbu hujjatli film Iroda kuchi loyihasi doirasida suratga olingan bo'lib, yana ko'plab iqtidor egalarini kashf etishda davom etadi. O'zbek shou biznesida o'z o'rniga ega bo'lgan mashhurlarning muxlislar uchun tayyorlab qo'ygan yangiliklari bisyor. Xo'sh, san'atimizning taniqli vakillari shu kunlarda o'z sahifalariga nimalarni joylashdi ekan? Tayyor bo'lsangiz, birgalikda kuzatamiz. Ijtimoiy tarmoqlarda katta shov-shuvlarga va muhokamalarga sabab bo'layotgan eng so'nggi yangiliklardan biri bu Million jamoasi a'zosi, aktrisa, bloger Shahlo Alijonova hamda taniqli aktyor Shohruz Ro'ziboyevning Merry Misa, ya'ni yoshlarning unashtiruv marosimi bo'lib o'tdi. Xo'sh, to'y qachon degan savolga juftliklar taxminan iyul oyida, ammo sanasi ma'lum emas deya javob berganlar. Biz 2 yoshga chin dildan baxt tilaymiz. Ko'plab yurtdoshlarimizning qalbidan joy olgan xonanda Hamdam Sobirov Rossiyada istiqomat qiladigan muxlislari uchun 6-8 iyul kunlari Janze deb nomlangan konsert dasturini taqdim etadi. Xonanda yana qaysi shaharlarda konsert dasturini taqdim etish haqida hozircha ochiqlamadi. Ammo Hamdam doim muxlislar ko'nglini olishga intiladigan
va ularni xursand qilish uchun izlanadigan xonandalardan. G'aybulla Tursunov Leylam deb nomlangan qo'shiq va videoklipni muxlislar e'tiboriga taqdim etdi. Bundan tashqari Hitmakerning 11-oktyabr kuni shunchaki deb nomlangan konsert dasturi bo'lib o'tishi ham rejalashtirilgan. Ustazoda ijodkor Sardor Rasulov esa o'z sahifasiga muxlislariga yangi Sanamjon premyerasini joyladi. Shuningdek, ayni kunlarda xonanda otasi Xurshid Rasulov va Mustafo bilan birgalikda Yevropa bo'ylab konsert dasturlarini o'z muxlislariga taqdim etmoqdalar. Qizlarning yoqimtoyi Mirjalol Ne'matov esa viloyatlar bo'ylab o'z muxlislarini xursand qilib, ijodiy uchrashuv va konsertlarini taqdim etmoqda. Ko'plab estrada xonandalarining sahifalarida yurtimiz bo'ylab bo'lib o'tgan Yangi O'zbekiston yoshlari birlashaylik nomli gala konsertlardan jarayonlar joylanganini ko'rishimiz mumkin. So'z ustasi Avaz Oxun ham kuni kecha Moskvadagi yurtdoshlarimizni o'z konsert dasturi bilan xursand qildi. Shu kunlarda xonandalarning oilalarida ham quvonchli kunlarga guvoh bo'lyapmiz. Taniqli suxandon va aktyor Rixsitilla Abdullayev xonadonida qiz nabira dunyoga keldi. Hind qo'shiqlarining mohir ijrochisi, Havas guruhining solisti Qahramonjon o'g'il farzandli bo'ldi. Biz ijodkorlarni chin dildan tabriklaymiz. Instagram olamidagi eng so'nggi va e'tibor markazida bo'lgan yangiliklarni faqat doirada kuzating. Bugun doirada moda, stil va imij haqida gaplashamiz. Ko'p yillik tajribaga ega liboslar bo'yicha stilist, image maker Ayana bilan. Ayana, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'zi image makerlar asosan show biznesda kuzatishadi. Show biznes olamidagi sizga eng yoqqan, uslubi bilan yoqqan, kiyinish imiji yoqqan san'atkorlar qaysi? O'zini kiyinishi bilan ajralib turadigan menga Ziyoda, Lola, Nilufar Usmanova, Rayhon G'aniyevalar juda ham yoqadi. Ziyodani uslubiga keladigan bo'lsak, Ziyoda juda ham nafis, kamtarona kiyinadilar va ular ko'pincha sahnada etno stilni ko'p qo'llab boradilar. Rayhon juda ham nafis, zamonaviy uslubga ega. Nilufar Usmanova hayotda boshqa obrazda bo'ladilar va sahnada juda ham ko'p obrazlarda chiqadilar. Shahzodaga keladigan bo'lsak, Shahzodani uslubi hozirgi yoshlarga g'arbona pop stilni o'z anaqasiga olib kirgan. Hozirgi yoshlarimizga juda ham zamonaviy uslubda kiyinadilar. Va shu yulduzlarni men o'zim kuzatib boraman-da. Bir insonni o'zgartirayotganingizda ko'proq nimalarga ahamiyat qaratasiz? Stil yaratayotganimda birinchi bo'lib ularga nima yoqishidan so'rayman. O'zlariga yoqqan narsalaridan boshlab o'shanga o'xshagan, yarashadigan, yarashmaydigan taraflarini ko'rib chiqib, keyin ular bilan maslahatlashib obrazlar yaratamiz. Menga qanday liboslar yarashadi, qanday ranglar yarashadi, nima deb o'ylaysiz? Sizga yorqin rangdagi ranglar va juda ham nafis ranglar yarashadi deb ayta olaman. Chunki sizni sochlaringiz qop-qora, qosh ko'zlaringizga moslashtirib yorqinroq ranglarni tanlagan bo'lardim. Mana Lionni ham ko'ryapman. Bu yerda juda ko'pchilik aynan mana shu matoda. Da, Lion zig'ir matosi juda ham hozir urfda anaqa nafas oladigan matolardan bo'ladi. Menga qaysini tavsiya qilasiz? Men sizga tavsiya qilgan bo'lardim yorqin ranglardan. Masalan, men bu ikkitalikni libosni bu juda ham chiroyli turadi sizga. Masalan, buni siz efirlarda kiysangiz bo'ladi va juda ham yorqin rangda va hech qanaqa ochuv joylari yo'q, yopiq va nafis bo'lib, chiroyli bo'lib turadi sizga. Mashina kayfiyat ulashasiz siz. Nima deb o'ylaysiz? Quyoshdek yarqirab turasiz.
Hozirgi kunda och, yorqin, pushti ranglar urfda. Sizga men tavsiya qilgan bo'lardim. Ozg'in bo'lganligingiz hisobida sizga sizni ozg'inligingizni bildirmasdan turadigan ranglardan och pushti rangini mana shu kostyumni tavsiya qilardim. Mana shu kostyumni tavsiya qilgan bo'lardim. Agar yengi ochiq deydigan bo'lsangiz, ichidan oq koftalar hozirgi paytda har xil matolar bor. Shunga moslashtirib futbolkalar kiysangiz ham bo'ladi. Juda ham chiroyli turadi va sizga yarashadi bu. Yaqindagina prodyuser Javlon Shodmonov o'zining yangi loyihasi haqida intervyu bergan edi. Minor Life nomi ostida ijod qilayotgan ijodkorlar sizga qiziqmi? Ularning Maryam nomli qo'shig'i allaqachon muxlislar e'tiboriga tushgan. Xo'sh, bu qo'shiqni kim kuylagan? Sizga qiziqmi? Doira uchun ham qiziq edi. Marhamat, lavhani birgalikda tomosha qilamiz. Avvalgi dasturlarimizda prodyuser va aktyor Javlon Shodmonovning yangi loyihasi haqida ma'lumot bergandik. Ijtimoiy tarmoqlarda yangi ijodiy guruh tomonidan kuylangan Maryam taronasining shorts versiyalari, ya'ni parchalari taqdim etilganida ko'plab kuzatuvchilar tomonidan iliq qabul qilindi va katta qiziqish bildirildi. Bu safar esa sir tutilgan o'sha ijodkor bilan nafaqat tanishasiz, balki uning fikrlarini ham eshitish imkoni bor. Demak, Minor Life guruhi solisti Akmaldan doira dasturi uchun maxsus intervyu. Akmal Soataliyev Javlon Shodmonov bilan ijodiy hamkorlik qanday boshlangani va Maryam video klipini tasvirga olish jarayonlari haqida to'xtalib o'tdi. Ular bilan birinchi marta 1 yil oldin artist loyihasida o'zimni sinash uchun borgandim. Ana shunda 100 talikka o'tganman. 100 talikka o'tgandan keyin Jasur Shodmonov, Javlon Shodmonov akalari oldimga kelib, meni maqtab, nomerimni olib aytganlarki, 1 yildan keyin sen bilan ko'rishamiz ukam deganlar. Shundan keyin men rosti 3 oy 4 oydan keyin men ishonmaganman. Bo'ldi, telefon qilishmaydi, prosta maqtab qo'yishgan deb o'ylaganman. Haqiqatan shu 1 yil o'tgandan keyin mart oyida telefon qilib, meni chaqirib ishni boshlaganmiz shunda. Boshida kasting, yana o'zlari kasting qilib meni tanlab olishgan. Xuddi bitta men bo'lmaganman, ko'p bolalar bo'lgan. Shular orasidan meni tanlashgan. Maryam, Maryam, sog'inaman men seni haliyam. Men xursand bo'lgan jihatim, bu qo'shiq ko'p kishiga yoqdi. Men shundan xursand bo'ldim. Keyin Maryamlar ko'p ekan. Shunga ham rosa xursand bo'ldim. Hozir tug'ilayotgan chaqaloqlarni ham ko'p odamlar Maryam deb ism qo'yayotgan ekan. O'zimda ham qarindoshlarim Maryam deb ism qo'yayotgan ekan. Men shundan xursand bo'ldim, lekin rosti xalq yaxshi qabul qildi degan umiddaman. Maryam, Maryam, sog'inaman men seni haliyam. Maryam, Maryam, eslab turasanmi meniyam? Tun oqadi yana ko'chada, qo'limda qahva bilan men yoqimli shamol esadi, sehrli xayol bilan men ta'siriga oladi ishq, o'tmishga olib boradi ishq. Bu hislar bari tanish. Oh Maryam, 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 sog'inaman men seni haliyam. Maryam, Maryam, eslab turasanmi meniyam? Maryam, Maryam, sog'inaman men seni haliyam. Maryam, Maryam, eslab turasanmi meniyam?
Yuragimda senga ehtiyoj topiladi minglab ushbu dam. Seni o'ylash hatto bir quvonch, xayollaring qo'yar uyquda. Ta'siriga oladi ishq, o'tmishga olib boradi ishq. Bu hislar bari tanish. Maryam, 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 sog'inaman men seni haliyam. Maryam, Maryam, eslab turasanmi Maryam? Maryam, Maryam, sog'inaman men seni haliyam. Maryam, Maryam, eslab turasanmi Maryam? Ketyapsiz? Uyga? Yigitni guli qani? U ketdi. Nimaga? Uyimdagilar majburlab uchrashuvga chiqazishdi. Yo'q. Sizni ko'rib, unga rad javobini berdim. Rosta. Boplanmanmi? Sovg'a qilgan soatimni taqib yurishingiz kerak edi. Voy, uxlaganimda ham yechmayapman o'sha soatingizni. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bu hafta davomida eng yoqtirib tinglayotgan qo'shig'ingiz qaysi? Qo'shiq eshitganim yo'q shu hafta. What? Sizchi? Anchadan beri Jaloliddin Ahmadiylik qo'shiqlarni eshitaman. Qaysi qo'shiqlar? Qaysi qo'shiq? Deyal hammasini eshitaman. Bittasini hikoya qilib bering. Eng yoqqanini. Yo'q. Ozgina. No. Eng yoqqan to'yga chaqir. To'yga chaqir, ozgina. To'yga chaqir boraman. Otang xohlaganda mersa qo'limda tilla soat, qop-qora kassim shunda. To'yga chaqir boraman, otang xohlaganda mersa qo'limda tilla soat, cho'ntagida bochka pullar. Assalomu alaykum. Alaykum. Xolajon, qaysi qo'shiqni eshityapsiz hozir? Qaysi biri yoqyapti sizga? Hammasi yaxshi ko'raman. Bittasini ayting, eng yoqadiganini qaysi biri? Qaysini ekan? Masalan, Bahrom Nazarovning ashulalarini. Bahrom Nazarov qaysi qo'shiqlari yoqyapti? Hammasi yoqadi menga. Eng yoqtirib eshitayotgan qo'shig'ingiz qaysi? O'zbek estradasidanmi? Farqi. Ko'p qo'shiq eshitaman, hozir esimga kelmay qoldi. Eng yoqadiganlardan bittasi. Hozir qaysini eshityapsiz? Hozir Jaloliddin Ahmadaliyev. Qaysi qo'shiqchi? Mangami Ulug'bek Rahmatullayev. Ulug'bek Rahmatullayev sizga? Sevinch Ismoilova. Sevinch Ismoilova, Ulug'bek Rahmatullayev. Kimdan boshlaymiz? Bulardan boshlaydik. Siz boshlaysizmi? Davay, boshladik. Ulug'bek Rahmatullayev. Qirmizi olma shirin bo'lar ekan, yarim oy bir kun to'lin bo'lar ekan. Sevinch Ismoilova. Qashqadaryo, Surxondaryo tomonda menga ballar gap otadi yomonda Xorazmdan. Ulug'bek Rahmatulloh. Yo'q, qo'shiqlarni ko'p bilardim o'zi. Muxlisi edim. Yonimda bo'lgan doim yonimda. Salom ayt. Qo'shiqlarni lekin bilmayman, salom ayt nomi. Bu o'yinimizda do'stlik g'alaba qozondi deymiz. Sizga ham kattakon rahmat. Ketdik. Assalomu alaykum. Voy, men tushmayman. Voy, hafta davomida eshitayotgan qo'shiqingizni so'raymiz, boshqa narsa so'ramaymiz, keling. Hafta davomida yoqtirgan qaysi qo'shiqni yoqtirib eshityapsiz? Rayhonning qo'shig'ini. Qaysi qo'shig'i? Anaqa degan. Maylimanda. Ozgina aytib bering. Yo'q. Mayli sanda. Xato bo'lsa bo'lar ekanda, lekin jonim o'zing baribir o'jarsanda. Rahmat. Mayli sanda, xato bo'lsa bo'lar ekanda, lekin jonim o'zing baribir o'jarsanda. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bu hafta davomida sizga yoqayotgan qo'shiq qaysi bo'lyapti? Hafta davomida Xonanda qo'shig'i. Xastamanu degan qo'shiq bor-ku. Bitta aytib bering. Yo'q, aytmayman. Xastamanu. Sensizlikda xastamanu deydi. Rahmat. Xastamanu, sensizlikda qolib yana xastamanu. Munisa Rizayeva yoqadi. Qaysi qo'shig'i? Aka degan. To'g'ri qadar aytib bera olasizmi? Ey, aka.
Sizga bay bay, bo'ldi paka. Sizga bay bay, bo'ldi paka. Bugungi so'rovnomamizda Jaloliddin Ahmadaliyev yutdi. Keyingi manzil qayer bo'lishini aynan siz aniqlab berasiz. Ijtimoiy tarmoqlarda izohlarda yozib qoldiring. Bizda shunaqa gaplar. Sizda-chi? Sizda ham fikr mulohazalar bo'lishi tabiiy. Bizni ijtimoiy tarmoqlardagi manzillarimiz sizga muntazir. O'z fikrlaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Doim xizmat ko'rsatish doirasida bo'ling. Doiradan uzoqlashmang. Mening yurtimda qoling. Hozircha esa xayr, omon bo'ling.